bir yildan keyin. Bugün Berna o'qish bitirib guvohnomasini qo'lga oldi. O o'zining go'zal arzu armonlari haqida o'ylanayotdi. Tuyuqsizla sayrag'an telefon uni xiyollardan cho'chib uyg'otdi. Telefon ko'znikida ko'ringani dal Qaharning telefon nomeri edi. Berna bo'lakchil hayajonlanish ichida telefonni oldi. Ular o'zaro tinch omonlik so'rashdi. Qizim, imtihon natijangiz qandaroq? Dada, bək yaxshi. Maktab bo'yicha xeyli oldi bo'ldim. Endi chet el tilidan qiynalmag'idayman. Yaxshi bo'pti. Sizni bak sig'indi qizim. Qanda Urumchi kelamsiz? Ha, dada. Men o Bahar apam ishqonlarni bak sig'indim. Cho'qqim boraman. Berna Qahar bilan xil qizg'in paranglashdi. Ham yiroqdan qo'lni pulangitib turgan Ansarga qarab kulib qo'ydi. Ham bu yoqqa keling degandek sharat qilib oldirabla telefonni qo'yibdi. Oho, kim bilan paranglashyotsiz? Dadam bilan. Nega boramiz? Gullikka kirib o'tiraylik-chi. Berna bilan Ansar paranglashguncha gullikka qarab mangdi. Maktabdan ancha yiroq yerda bo'lmagan bu gullik bir xil xilvat ham tinch edi. Atrof buyuk baroqson, dal-daraxt va gullar bilan qoplangan bo'lib, asosan maktab o'quvchilarining doimlik keladigan joylarining biri edi. Ular yonma-yon qo'yilgan ikki ilanguchga kelib o'ltirishdi. Ilanguch larzon uchayotdi. Ularmi qiziq paranglar bilan bo'lib, xeyli uzun paranglashdi. Bugun kayfiyatingiz toza joyida emas-ku Berna. Shu doim shu bog'chaga kirsamla ko'nglim qattiq yerim bo'ladi Ansar. Sababini bilgan bormi? Akam bilan eng oxirgi qitim mushu bog'chada xo'shlashgan edik. Faqat 12 kunduz uxlab tursangizlar, sizni oxiri kelaman degan akam mana endi yo'q. Ko'nglingizni yerim qilmang. Qaysarning bishiga bu qator ko'ngilsizliklar kelmagan bo'lsa, cho'qim sizni elib ketgan kelgan bo'ladi. Akam bek axloqli, yaxshi yigit edi. O aroq tamakaga yaqinmikanmaydi. Shunda qoladi turib, qandoqmi oqsuvdi qizim. Mana 2,5 yil bo'lib qopti. Akamni shundoq seg'indim. Akamdan ayrilgandan beri menga umid va jasoratni faqat salla berib kelding Ansar. Qarang, shayton qiz. Unda yig'lamanga bo'ldi. Ansar yanchuqidagi qog'ozdan birini chiqarib Bernaning yeshin surtdi. Biz Qaysarni cho'qim izlaymiz. Uning gunohsizligini cho'qim oshkorlaymiz. Men yordam qilman. Urumchilik advokat tog'am bilan aloqalashib baqsam-ku bo'la? Berna yashang'irab turgan ko'zlari bilan tatliq kulimsirab qo'ydi. Mana. Endi o'moq Bernaga o'xshadingiz. Yuring qaytayli. Kech soat 12dan oshgan edi. Berna darizi yanida sirtqa qarag'incha xiyolga patgan edi. Bu kecha burunqi o'xshashla bearam bo'lib uxlayolmagan edi. Sahra osmoni shuncha go'zal ham shuncha illiq bilinyotdi. Roziya shirin uyquga tushgani xeyli vaqtlar bo'ldi. Berna tartib qo'yguncha o'zi eng yoqtirib o'qiyotgan 1001 kecha nomli kitobni davomlashtiryotdi. Kitobning ba'zi yerlari Bernaga shuncha qiziq ham o'zgacha bilinsa, yana ba'zi joylari shuncha ta'sirli bilinyotdi. O kitob ichiga shu qadar kirib ketgan edi. Roziya uyquchan ko'zlarini ochguncha Bernaga tikildi. Berna, uxlamamsan? Men bir kechani o'qiyapman. To'xta, men podshoh bo'lay. Sen shahrzod bo'la. Voy sarang. Berna Roziyaning gapini anglab kulib tashladi. O'qig'ina uyqum echilib ketdi chiroqning yo'riqida.
Berna ovozini chiqarib kitobni o'llik ham jarangli o'qishga boshladi. Ular shu o'qigancha yarim kecha soat 3:30 bo'lganligini sezmay qilishqa edi. Oradan o'yli to'kining yoritilganligi ma'lum bo'ldi. Sajida eshikni tarqincha Bernaning hujur uyiga kirdi ham belini tutib g'odayg'incha Berna bilan Roziyaga qaradi. Nima qilyapmiz bu chaqchi uxlamay? Shu kitob o'qib. Mush yerim kechidimi? Sajida sal bo'shab qolgandan keyin qizlarning yeniga kelib o'ltirdi. Sen bilan paranglashadigan ishim bor. Berna qo'ldagi kitobni dariza tagchisi qo'yib qo'ygandan keyin savol nazarda Sajidaga tikildi. Sajida bir oz o'ylangandek o'ltirib olgandan keyin so'zini boshladi. Dadang bilan ko'rishdingmi? Nima deydi? Urumchiga kelib turing deydi. Sizni de ko'rgimiz keldi deydi shu. Oy, buni so'ramadim. Bunda qishqara. Dadangga mening mijozim yo'q, meni operatsiya qilmoqchi deb 100 ming yuan pul so'rab bersang bo'larmiki? Chaqchaq qilmang. Berna ko'zlarini yo'g'on ochqincha Sajidaga qaradi. Oy, sen chaqchaq qiladigan kimning vaqti? Qanday qilsa apiramsa, qanday qilsa zodi. Ansarning 15 ming yuan pulini qaytarmadingiz. Yana bu yetmagandek dadamdan qanday pul so'rag'im keladi? Yo'q. Sana gap qilyapman. Sajida ko'zlarini chekchaytguncha Bernaga oliyib qaradi. Yo'q, opa. Dadamdan pul so'rayolmayman. Ish qilib nima desangizdan. Sajida ochiqig'i paylamay Bernaning qo'lidagi kitobni tortib oldi ham uning beshiga birini qo'ydi. Berna beshini to'g'in selib jimmida o'ltirib oldi. Sana gap qilyapman. Yo'q dedim-ku, bermayman ham so'ramayman, qanday qilasiz? Berna o'ziga qayerdan kelgan jur'at ekanligini bilmaydi. Umri kelib tunji qitim Sajidaga qarab voqirshi hisoblanadi. Sajida beshida hayronlikda turib qoldi. Keyin ochiqig'i paylamay Bernaning yuziga bir shapaloq soldi. Keyindan og'zi burniga netchin urvatganmi bo'ldi. Berna yuzini tutquncha gap qilmasdan o'ylig'i chiqib ketdi. Sajida hada bu nima qilganingiz? Roziya qopoqlarini turguncha yugurib Bernaning keynidan o'ylig'i chiqdi. Berna choyxona uyda yig'lig'incha o'ltiradi. Burni qanab ketgan bo'lib, to'xtamay qon eqiyotadi. Berna, burning qanab ketibdi-ku. Kela, yuzingni yuvib. Roziya oldirg'incha cho'ginni ko'tarib elib chiqib Bernaga sundi. Bernaga tiniq yetishmagandek bo'lib, butkul badani og'riyotdi. Butkul badani emas, yuragi ichishib og'riyotdi. U bulduqlab yig'ilguncha qo'llarini oralli medillatdi. Roziya, men bu uyda 1 minut turmayman. Urumchiga dadamning yeniga ketdiman. Berna qo'ldagi cho'ginni zardi bilan yerga qo'ydi. Kim bilan ketsan? O'zing ketalamsan. Ish qilib ko'rim yo'q. Endi g'o'ljib turishga royim yondi. Tatqan kunlarimni yetdi. Roziya Bernaning yoshlarini surtkash tasalli beriyotdi. Berna Roziyaga esilguncha yig'layotdi. Sajida o'ylig'i chiqib, eshikni jangida yopguncha o'zining hujrasiga kirib ketdi. Yerim kecha bo'lganda pul tushib qoldim-ku, nima kitobni o'quvchi o'qilsaqmi bo'pti-kan? Bu gapmi yo'q edi. Yerim kecha bo'lganda ko'nglim azariyib qoldi-da. Roziya Bernaga ish og'irgan holda o'xtartib qo'ydi. Tong suzilib, atiganlik nashta vaqti bo'ldi. Berna hujur uyiga kirdi ham narsa keraklarni yig'ishtirishga boshladi. Roziya eshik tugida Bernaning har bir harakatiga diqqat qilib turardi. Rastli ketamsan. Apangning mijozini bilasan-ku. Bilib keldim. Meni burundan o'sh ko'rib keldi. Berna
narsa keraklarni salg'ach arlab Madinaga shundaqla Ansarga telefon qilib o'tadi. Lekin hech qaysisining telefoni ulanmadi. Mang telefon qilishni unutma, bildingmi? Bilaman canım do'stim, cho'qim telefon qilaman. Berna chamdini so'ragancha eshikdan chiqdi. O'ylada gullarga suv quyayotgan Sajida qopaqlarini turguncha ishlarini davomlashtirdi. Ham Bernaga nega mangding degan bir ig'iz savolni so'rab qo'ymagan edi. Berna oldi-keyni qarab qo'ygandan keyin o'yladan chiqib ketdi. Bernaning o'moq pistikimi quyruqini shippanchiqqancha Bernaning keynidan әйгішіп chiqib ketgan edi. Ular darvoza oldiga chiqib turishi bilan qor rangli haybatli Santana Bernaning darvozasi oldiga kelib to'xtadi. Mashina ichidan dadisi bilan tangli tushgan Ansarni ko'rib, Bernaning ko'zlari nurlanib ketdi. Ansar Bernaning ko'tarib olgan chamdanni qarab hayron qolgan edi. Berna chamdanni Raziyaga tutqizibla yugurguncha ularning yeniga keldi. Ham Ansarning dadisi G'ani Loban bilan odatdagi salomlashgandan keyin ularni uyiga boshladi. Bernaning eshikdan kirishi bilan Sajida uni tillamoqchi bo'lib og'zini o'mchaytdi-yu, lekin keyin-keyindan kirib kelgan Ansar bilan G'ani Lobanni ko'rib, o'zini sal tuzib oldi. Qani, to'rga chiqinglar. Sajida Ansarni to'ng'ashqimi ular bilan ortiq takallashib o'ltirmagan edi. Berna, nega mang'aydingiz qizim? G'ani Loban muloyimlik bilan kulib qo'ydi. Berna nima deyishni bilmay bir oz aymangandek uyan bu yoqqa qarab qo'ydi. Men shu nega baratdi? Bu qiz mushundaq banglash ko'rgan yerga ketaverdi. Sajidaning bu gapidan ranjigan Berna qo'shumisni turib yerga qarab oldi. G'ani Loban bir ajablangandek beshini ling'ishtirib qo'ydi. Mang kirib choy damlab chiq. Berna darhol Sajidaning qo'ldagi cho'gini olgandan keyin oshxona uyiga kirib ketdi. Raziya darvozani ehtiyot bilan yopgandan keyin Bernaning keynidan aygishib tangli kirdi. Ham eshikni darhol yepib o'tgandan keyin o'yinda o'ltirganlarga qarab Bernaga burildi. Avu odam Ansarning dadasi ekan-da. Biroq hech bir Ansarga o'xshamaydi ekan. Mijasimi o'xshamaydi, kulib turgan bilan. Qarmoqqa undaq ko'rinmaydi ekan. Nemiga kelgandi? Ansar san gap qilmayli boshlab kelgani nemisi? Tozi abchog'da kep qoldi deysa. Eshik yengil chekildi. Raziya darhol gapini to'xtatib oldi. Ansar eshikni asta ochgandan keyin oshxona uyiga kirib keldi. Sizlarning oshxona uymi? Albatta. Sizlardek boy bo'lmagan keyin mushunaq oddiy shu. Ansar kulib qo'ydi. Yuring, aylanib kiraylik. Raziya bo'lganka opangizmi yetish bo'la oladi. Voy, menga sat bo'lmamdi. Berna Raziyaning qo'ldagi cho'ginni ko'targuncha o'ylig'i chiqdi. G'ani Loban bilan Sajidaning parangi xeli qizib o'tadi. Berna ehtiyot bilan qo'ldagi cho'ginni ustal ustiga qo'yib qo'ygandan keyin biror narsa lozimmi degandek Sajidaga burildi. Bayatın Ansar daryo bo'yini ko'rib boqqan ba deganda qilgan edi, ap chiqib kira. Berna o'g'ay silinib qoldi bo'g'ay, beshini ling'ishtirib qo'ydi. Ham Ansarga sharat qilib qo'ygach, eshik oldiga chiqdi. Raziya Sajida adamga qarshib berman deganni bahona qilib, uyda qolib qolgan edi. Bernaning pistiki erkilguncha Bernaning yinda onunga әйгішіп mangdi. Bu pistik texichi bakana? Albatta ba. Sen bergan sovg'at tursa. Buni shuncha qadrlamsiz? Ha, sen bergan sovg'at bo'lganligi uchun qadrlayman. Yana kelib pistikim mening eng sodiq amroyim. Bernaning gapidan Ansar kulib tashildi. Nima kulyapsan?
qanday bo'lib sodiq hamroying oldu? Bilemse, men en qattiq azar yeb ölüveriş üçün daryo bo'yiga mang'animda meni hech kim tutib olmagan. Faqat mushu kuchkimni kaynimdan agishib mangan. Har qatim ko'nglim yerim bo'lsa, buningga dardimni to'kaman. Bu hech kimga demaydi. Aksicha quyruqini menga surkab turib, dardimga darmon bo'ladi shu. Ha, endi tushundim. Ensar eg'ir o'xtardi. Xotirjam bo'l, Berna. Men hargiz sening ko'nglingni og'irtmayman. Hargiz men sababli ko'zingda yosh chiqmaydi. Menga ishlamsa. O 7-qism. Berna beshin ling'ishib qo'ydi. Uning chiroyida tatliq kulga jilvalangan edi. Atrof shunchalik go'zal ham illiq edi. Gul giyohlarning xushpuroqlari taraf-tarafga tarqilib turardi. Yop-yeshil ko'chatlar, soy tashlab turadigan büyük baraqsan daraxtlar, buloqdan etilib chiqayotgan sup-suzuk suvlar atrofga shu qadar illiqlikni, bahorning illiq haroratini his qildiryotdi. Daryo suvlarimi mavj urib eqiyotdi. Ular daryoning girviga kelib o'ltirgandan keyin suzuk daryo suvlari qarab o'ltirishdi. Haras, bu suvlar qayerdan keldi? Ko'limi xili cho'ngdaq qildi? Qash daryosidan qo'yilib keladi-ku deyman. Haras, nemishqa menga gap qilmayli kelasan? Atdigandila odamni cho'chitib. Xafa bo'lma, Berna. Dadam bizning to'yishimiz to'g'riliq maslahatlashgan kepti. Ensar shundoq degach, beshin tatlab, u yoq bu yoqqa qarab qo'ydi. Saran bo'ldingmi, Ensar? Berna hayron qolgan edi. Men dadamga hamma ahvolni tushuntirdim. Sening yeshingning kichik ekanligini, tek oldirab to'y qilmaydiganligingni dedim. Biroq men 20 yoshdan eshib qoldim. Menga oldin xabar qilib qo'yishing kerakdi-ku. Tasaddiqli bo'lib qoldi. Elchi kirgizishni o'ylagan, biroq dadam avval opangizning fikrini elib boqmoqchi. Voytiq biz hozir to'y qilamiz demadik-ku. Berna o'xtartib qo'ydi. Ham tumshqini ushlaguncha Ensarga qaradi. Xafa bo'ldingizmi? Men mo qasdan qilmadim. O'sat pistak. Ular daryo bo'yida uzundan uzun paranglashib o'ltirishdi. Kelgusi shundoqla o'zining arzu armonlari to'g'risida xeyli qizg'in paranglashdi. Biroq hech kim buning faqat bir shirin tush bo'lib qolishini xayoliga keltirib boqmagan edi. Javobsiz savol. Dariza aynaklardan yozning g'urg'ur shamili kirib, dariza pardalarini suyib o'tadi. Sajida o'yildagi kirolg'ida kiyim-kechaklarni yuyib Berna Sajidaning har bir harakatlarini astoydillik bilan kuzatib o'tadi. Hay qiz, bular menga yordamlashgina. Roziya shundoq degach, uni ishora qildi. Men tamoq etib ololmay avara, sen xiyol surib ololmay avara. Men o'zimning uyiga chiqib ketsam, qanday qilasan deyman. Moshina xiyol surib o'ldirsang, ay, Sajida hadam. Voy, bo'ldi qila. Berna qopoqlarini turguncha to'nglatqi ichidagi ko'ktatlarni elib oqlashga boshladi. Xafa bo'layotamsan? Yo'q, o'zimdan xafa bo'layapman. Mushu 17 yoshga kirganga qadar beshimga har qismatlar kelibdi. Kim tarafidan desang, opam tarafidan. O'zimning eng yaqin odamim tufayli degina. Bo'ldi, u ishlarni o'ylamag'ina. Mijoz shundoq nachar. Hech kimdan qo'rqmaydi. Qana qilatding amdi mush ishingga kelguchi ko'tirib kelding. Rost aytsan. Nemishqikin yana birlardan opamni ranjitkim kelmaydi. Muhammadning o'limiga izchil men sababchi bo'lib keldim. Ishik echilib, Sajida kirib keldi. Berna bilan Roziyami gapini tangma to'xtatishdi. Kirlarni yuvib oldingizmi? Sajida
hech nimadan parvosiz o'ltirgan Barnoga savol nazarida burildi. Bugun Ansarning dadasining nima sababdan kelganligini bilamsan? Baya Ansardan anladim. Nima deding? To'y qilishga ma'qul bo'ldingmi? Hozir men to'y ishlariga oldirmayman deb qo'ydim. Texi chet elga chiqib o'qiydigan gap. Sajida Barnoga ifodasizlik qarab qo'ydi. Ham ortiq gap qilmasdan chiqib ketdi. Atigandil sayrayotgan telefonning ovozi Barnoni tatliq uyqudan uyg'otdi. Telefon qilgani dal qahar edi. Barno ko'zlarini o'g'ilguncha telefonni tasda oldi. Ular o'zaro tinch amallik so'rashgandan keyin qahar so'zini boshladi. Qizim, bu qitim qaysi davlatga berib o'qishni o'ylashyapsiz? Avstraliyaga yoki Amerikaga berib o'qishni o'ylashyapman, bo'ladimi? Ha, albatta bo'ladi. Siz nima desangiz shu. Undaqda mush bir qancha kun ichida Urumchi keling. Bejirdigan nurg'un rasmiyatlar bor. Avval bejirib o'tayli. Ma'qul dada, opam bilan maslahatlashay. Barno telefonni qo'yibla soyitiga qaradi. Allaqachon 8:30 bo'lib ketgan edi. U Vojir uyini ratlik tozalagandan keyin o'ylaga chiqdi. Sajida ko'rinmaydi. Qo'shnilarning uyiga chiqib ketdimi u ya? Barno shularni o'ylagach, atiganki noshtalikni tayyorlashga boshladi. Oradan bir necha minut o'tib, Sajida to'liq harg'in holda eshikdan kirib keldi. Barno Sajidaga qarab qo'ygach, noshtalikni ustal ustiga qo'ydi. Sajida Barnoga nimindir demoqchi bo'ladi-yu, lekin Barnoning ko'ziga qarab qo'yib, ortiq gap qilmagan edi. Opa, bugun dadam telefon qilib ekan, meni darhol Urumchiga keling deydi. Chet elga chiqib o'qiyman emasmi? Rasmiyat bejirdi ekanman. Ha, undaq bo'lsa tezroq mang. Qachon yo'lga chiqmoqchi bo'lyapsan? Mang'ankansan, aytmang. Davlat bayramiga oz qoldi. Bayram kirib kelsa, uzun hayollashib qolasan emasmi? Ma'qul. Barno Sajidaning tuyuqsizda muloyimlashib qolganiga qarab hayron qolgan edi. O'zing boramsan ya? Ha, kim bilan borsam bo'ladi? Ansarmi sen bilan birga borsin. Qarsam hali axloqi bobodaq qiladi. Sizlar aeroplan bilan birga beringlar. Barno ma'qul degandek beshini lang'ishtirib qo'ydi. Atiganlik mashta oxirlashgandan keyin Barno uyining ushaq-tushak ishlarini qilishga boshladi. Oradan darvoza yenik chekilib, Jurat bilan Roziya shundoqla Dilbar tangni kirib kelishdi. Sajida ularni uyga boshlagandan keyin ularga choy damlashga kirishdi. Barno, bu yoqqa kelingizqan, tez. Jurat o'yinlarni tozlayotgan Barnoga sharat qildi. Barno qo'ldagi supurgini tashlab qo'yib, Juratning yeniga keldi. Qarang, bu karton qiziqmi-ka? Mushi ishga chaqirdingizmi? Ishimni qilib qo'ymay. Barno tumshuqini ushildi. Voy, burningiz qonab ketibdi-ku. Barno burnining rostliq qonab ketganligini sezib, cho'ginni qo'liga olguncha yugurib, o'yla orqasidagi boqqa kirib ketdi. Jurat ansirab qolgan edi. Ancha uzun o'tmay Barno bog' ichidan chiqdi. Ham qo'lidagi cho'ginni qo'yib qo'ygandan keyin supurgini qo'liga ilib, o'yinlarni supurishga boshladi. Barnoning harakatini izchil kuzatib o'ltirgan Jurat ansirgancha Barnoning yeniga keldi. Saqam, mushu ikkinchi qitimliq bo'ldi. Boshqa chog'dan burningiz qonamdi? Bir chog'da opam burnimga bir mussag'an, shuningdan beri doim buyda qonaydigan bo'lib qoldi. Lekin jiq qanamaydi, azroqla. Burun qonashqa faqat sal qarmang. Doktorga ko'rindingizmi ya? Of, men hech bo'lmaydi, ansirmanga aka. Barno kulib qo'yguncha qilayotgan ishlarini davomlashtirdi. Jurat Barnoning yana ko'zi kirvilishni xohlamagan bo'lsa kerak, ortiq gap qilmasdan chiqib ketgan edi.
bir oydan keyin Urumchidan G'o'lji qarab mangan avtobus nihoyat tez suratda ketib boradi. Berna dariza aynikidan go'zal tog' manzaralariga qaragancha o'ltiradi. Ansar bu qitim Urumchida ba'zi bir muhim ishlarning borligini, o'zining yana bir mazgil kechikib G'o'ljiga qaytadiganligini aytib, Urumchida qilib qoldi. Bernaning ro'y kayfiyati xili yaxshi edi. Bu qitimma qahar shundaqla bahorning illiq muomalasi ostida kundan kunga kayfiyati yaxshilangan edi. Tuyuqsiz telefon ekrani yoritilib, Ansarning nomeri ekran yuzida paydo bo'ldi. Berna tatliq kulimsirguncha telefonga qaradi. Ham qorong'urung ovozni chiroyli yasab, ehtiyot bilan telefonni oldi. Ne keldinglar? Hozir yarim soatdek yo'l qoldi. Texnik sizni berib bo'g'a o'xshaydi deb telefon qilishim edi. Bo'pti. Uyingizga kirgan amon menga bir telefon qilishni unutmang, ha? Ansirma, Jurat akam meni og'il keladigan bo'ldi. Bo'ldi amsa. Berna telefonni qo'yib etgandan keyin narsa keraklarini yig'ishtirishga boshladi. Shaharga qancha oz qolgan siri Berna shuncha uduqib, shuncha aldiravatadi. Mashinadagi kishilarmi narsa keraklarini joylashtirguncha tezroq yetib berishni saqlab o'ltiradi. Ular kutgan daqiqa oxiri yetib keldi. Mashina bekat ichiga kirishi bilan taraf-tarafdan kishilar to'plashib, o'zining urug' tuqqanlari, do'stlari, shundaqli yaqinlarini izlashga boshladi. Berna mashinadan tushibla atrofiga nazar soldi. Ham yiroqda o'ziga qarab qo'lni pulangitib turgan Roziya bilan Juratga qarab kulib qo'yganicha ularga sharat qildi. Jurat bilan Roziya chiroyi bir xil sulg'un holda Bernaning yeniga keldi. Ham oddiyla so'g'uq salomlashdi. Berna yana nima ishlarning bo'lganligini bilmagan bo'lsa-mu, balkim ortiq o'ylab olgandim deganlarni o'ylab, chamdinni so'rguncha ularning keynidan mangdi. Texsini aeroplanda kelarmikin debdimiz. Dadamga shundaq degan, biroq hozir havomi o'chib, yurtimning manzarasini ko'rib mang'um kep qoldi. Sayram kulini ko'rib mangay deb shu. Roziyama sus kulimsirab qo'yib, ortiq gap qilmadi. Ular bekat sirtiga chiqibla kichik mashinadan birini to'sqandan keyin uyiga qarab mangdi. Odatda qiziq gaplarni qildigan Jurat og'ziga tegmay gap qildigan Roziya bugungi kun kelganda jimmada o'ltiradi. Mendan xafa bo'lib qoldimi ya? Nemish bo'lgandi? Berna qancha o'ylasa shuncha jiddiylashadi. Mashina oxir ko'zlagan manzilga keldi. Berna to'limi jo'shqin holda mashinadan tushib atrofiga qaradi. Mahalladagi ayollarmi nimalarnidir deb o'tildushib o'ltiradi. Xuddi hamma odamning ko'zi dal birla odamga. Dal mushu jahonning issiq sovuqlarini boshdan kechirib, mush kuniga kelgan Bernaga tikilgan edi. Berna endikkincha ko'zini ulardan elib qochdi. Juratmi mashina keyindagi chamadonni ehtiyot bilan olgandan keyin shofirning kirapulni berdi, ham uyga kirayil degandek Bernaga sharat qildi. Parchalangan muhabbat. Berna chamdanni so'rgincha o'yli ichiga kirdi. O'yli ichi burunqiga o'xshashla ratlik saramjallashtirilgan edi. Qaramoqqa yaqindan beri bu o'ylida birarning turmag'anligi aniq bilinib turadi. Roziya bilan Jurat bir-biriga ma'nilik qarshib qo'yib, nimalandir deyishyotdi. Nim bo'ldinglar? Apam qani, Dilbar apamchi. Ha, apam shaharda tozliq ishsiz bo'lib ishlayotdi. Mening apamchi.
Mening opammo tozliq ishchilik qilyotmaydigandu. Jur'at bilan Roziya bir-biriga qarshib qo'yib, ortiq gap qilmadi. Berna nemish bo'lganligini bilolmagan siri ichi shuncha titildayotatdi. Sizlarga gap qilyapman, opamga biror nim bo'ldimi? Apang intayin yaxshi. Roziya beshin tuvan sog'incha tovuzni ustal ustiga qo'ydi. Yolg'on so'zlama, sen mendan bir ishni yoshiryapsan. Degana nemish bo'ldi? Apang bilan ati ko'rishsan-ku. Bo'ldi qila. Endi uyga chiqib ketaylik biz, yura aka. Roziya shundoq degach gapni burashga urinyotdi. Berna ortiq gap qilmasdan beshini lang'ishtirib qo'ydi. Ham Ansarga xabar qilib qo'ymoqchi bo'lib, telefonni qo'lga oldi-da 18-qism. Haras. Telefon bayla to'xtab qolgan edi. Bo'ldi, ati qilaychi. Berna shularni o'ylab, telefonni taqib etgandan keyin Roziyaning uyiga kirib ketdi. Tong sahar gugum suzilmasdilla Roziya bilan Jur'at atiganlik noshtalikni tayyor qilyotdi. Ularmo bugun shaharga kirib ketishning tayyorliklari bilan oldirash edi. Musha opamni nima desam bo'la? Mening qaytib kelganligimni bilib turib, bekatga chiqib qo'ymagan nemisi deyman. Hey Berna, bo'ldi, ortiq ishlarga boshqa turmay, tomoqingizni yana. Jur'at shundoq degach, Bernaga ishorat qildi. Berna tortib qo'ygandan keyin ustal yeniga kelib o'ltirdi. Tomoq yemamsiz? Qat'iy ishtoyim yo'q, zukamdab qaptiman. Qiliroq kiyinib yuring, qarang, qopalqalaringizmi ishibli ketibdi. Kechidan beri to'li yutilib, uyqu qilmadingiz. Bir necha hafta bo'ldi doktorxonaga chiqib, bir dori olaman deb ololmay shu. Atiganlik noshtiloq oxirlashgandan keyin ular oldirg'incha shaharga qarab yo'lga chiqdi. Lekin Jur'at bilan Roziyaning ko'zlaridagi tashvishlanish ham aloqazodlik aniq bilinib turadi. Ular shahar ichiga yetib kelgandimi, bu xil tashvishlanish ham bearamchilik ulardan yiroq ketmadi. Toki Jur'at bilan Roziya turayotgan uyga kelgunga qadar ular ortiq gap qilishibmi ketmadi. Berna orlab oldi-keyniga qarab qo'yatdi. Ansarga o'zining sog' salomat berib kelganlik uchun xabar berib qo'ymas bo'lmaydi. Qeyrishgandek telefonga pul to'laydigan o'rinlarmi tex to'liq echilib ketmagan edi. Berna ilojsiz Roziyaning keynidan agishib, ularning uyiga kirganda Dilbar bir necha tal dariza pardalarini tikayotgan edi. Bernaning ishikdan kirishi bilan Dilbarmi cho'chiguncha Jur'at bilan Roziyaga savol nazarda qarab qo'yib, Bernani uyiga taklif qildi. Berna opis to'g'riliq so'raganda, ular hozir kirdi degan bir ig'iz javob bilan chekilinib qoldi. Apa, men do'konga mangay. Aka, bugun telefonim to'xtab qapti. Numarimni bilasan-ku. Pul to'lab qo'ya. Jur'at beshini lang'ishtirib chiqib ketdi. Dilbar tikayotgan pardalarini qo'yib qo'ygandan keyin Bernaning yeniga kelib o'ltirdi. Ansar bilan ko'rishib turyotamsan, qizim. U g'oljiga nemishqa qaytib kelmadi. Ha, men asli bir telefon qilib qo'yay degan edim, biroq Berna shundoq degach, tumshuqini ushlab qo'ydi. Endi Ansar to'g'riliq gap qilma, qizim. Sizlarning ishinglar mangu mumkin bo'lmaydi. Bu nima deganingiz, Dilbar opa? Nemishqa mumkin bo'lmag'dak? Sajida to'y qilg'ili bir qancha hafta bo'ldi.
Allah Allah, muş apam toy qilishqa nimandaq amraqdi. Berna qo'dirab qo'ydi. Apam toy qilsa, men Ansar bilan ayrilib ketamdim, nemishqa? Sen toy qilgandan keyin Sajidani apa deb chaqiransan, qiyin apa debmi? Ansarni yo'ldoshim demsan yoki mening o'gay akam demsan? Demak, apam mumkin emas. Chaqchaq qilmang. G'ani Loban bilan apamni to'y qildi demoqchimisiz? Ishonmayman. Berna quloqlariga ishongisi kelmagan holda beshini chayqadi. U anglaganlarning faqat bir yolg'on bo'lib qolishini, Dilbarning qoqoqlab kulib turib, "Berna qizim, sizga chaqchaq qilib qo'ydim. Nadim bunaqa ish bo'lsin?" deyishini shu qadar orzu qiladi. Biroq bu faqat reallik edi. Reallik bo'lgandimi, inson qabul qilishga ojiz kelgidek reallik edi. Bernaning maydisi qisilib og'rishga boshladi. Bu gaplar uning yuragini qattiq og'ritayotgan edi. Ko'zlaridan eqiyotgan yosh emas, balki qon edi. Ovozni qo'yib berib yig'lashlarimi, Sajida bilan G'ani Lobanni ich-ichidan tillashlarimi uning hissiyotini ifodalashga ojiz kelyotdi. Berna o'zining qandoq bo'lib aylanib qolganligini sezmadi. Dilbar aloqzodi bo'lguncha Bernani shaharlik cho'ng doktorxonaga elib kelgan edi. Doktorlarmi patparoq bo'lishib, Bernani jiddiy qutqizish uchun avvora bo'lyotdi. Jiddiy bilimdan chiqqan har bir sestraning oyog'i tevishi anglish bilanla Dilbar ularning oldiga yugurib kelib, Bernaning ahvolini so'rab boqdi. Balnis ichidan mas'ul doktor chiqib kelgandan keyin atrofiga bir qo'r qarab etdi. "Siz mening keynimdan menang." Doktor, Berna xatarlik bosqichdan o'tib ketaladimi? Xatarlik bosqichdan o'tib ketadi, biroq siz bilan paranglashilgan jiddiyroq bir ish bor. Dilbar dariza aynikidan Bernaga qarab qo'ygach, doktorning keynidan mandi. Doktor ishxona eshigini ehtiyot bilan yopgandan keyin o'zining o'rniga kelib o'ltirdi. Ham ustal ustidagi bir necha varaq qog'ozni Dilbarga tanladi. Bernada jiddiy xarakterlik yurak tiqilma kasalining borligini bilamsiz? Ha, biladim. Bu kasallik davo topilmasmi? Hozirgi cho'ng masala bu emas. Bemor kayfiyatini yaxshi tutsa, oson hayajonlansa hech bo'lmaydi. Biroq doktor shundoq degach, o'q tortib qo'ydi. Biroq nima doktor? Bernada burundan o'pkiyonlik bor ekan to'q. Biroq endi rakka aylanibdi. Doktorning so'zini anglab, Dilbarning ko'z oldi qorong'ulashdi. Quloqlariga ishonmagandek sol nazarda doktorga tikildi. Nima deysiz? Tex 17ga kirgan qizda o'pkiraga nima qiladi? O'pkiyonligi nafas yo'l kasalliklari uchun eng ko'p uchraydigan kasalliklarning biri. Bu kasallik kichik bolalarda ko'p ko'rildi. Badanga sovuq tegish bilan nafas yo'llarining shilliq pardalari qon to'lib ishish, tarishdan paydo bo'ldi. Demakchi bo'g'iningiz. Bu kasallik qor yomg'irda qilib sovuq tegish orqali tez boshlanib, yuqori qizitma, bosh og'rish, yutilish, ko'ks chinqilish, umum badan yiqimsizlanish, ishtohsizlikdek alomatlar ko'rildi. Sizlar hech nima sezmay yuriverdinglarmi? Dilbar nim deyishni bilmay doktorning ishxonasidan osta qadamlarni elib chiqdi. Ham yotoq ichida to'lim g'amkin holda o'ltirgan Bernaga qarab qattiq ichi seyrilib edi. Dilbarning ko'zlaridan taramlab yosh quyilib-atdi. Mushu bechor notavan qizning beshiga kelgan mushkullar uchun echinib-atdi. Hammaga sen sababchi Sajida. Dilbar shundoq deb o'z-o'ziga g'o'dirab-atdi. Bernaga ichi og'irib-atdi. Biroq bu xil hissiyotni hech qanday odam his qilib ketolmaydi. Berna tamoq yemagili bir necha kun bo'ldi. Hatto hech qanday bir odamga gapmi qilmaydi. Biroq
o'zi aram oldigan hujra uyda ovozni qo'yib berguncha yig'lasa, yana ba'zida bu ovozlar yo'qib, uy ichi tamtas holatga tushadi. Berna necha kundan beri Ansar bilan aloqalashmadi. Ansar necha qitimlab telefon qildi. Biroq Berna bu telefonni izchil rad qilib keldi. Berna, apan kepti, bu yoqqa chiqana qizim. Dilbar shundoq degach, eshikni qiqishga boshladi. Mening undaq apam yo'q. Undaq apani ko'zim ko'rmasin. Undaq qilmay eshikni och qizim. Yo'q, men ochmayman. Bir qator so'z nasihat, yolvurishlardan keyin Berna eshikni ochdi. Ham o'ziga qarab turgan Sojidaga burildi. Bu ko'zlarga mehr muhabbat emas, balki g'azab nafrat yoshiringan edi. Berna levini ching'ida tishlaguncha o'yildagi xotin gilmi selib qo'yilgan karvatga kelib, putini olmab o'ltirgandan keyin qapoqlarini turguncha Sojidaga oliyib qaradi. Sojidaning ilgirki qo'polliqlarga hamda mehr muhabbat shundaqli saxta ko'yinish aralashtirilgan edi. Sojida chiroyiga kulgi yugurtib, qo'ldagi bir necha qur kiyimni Bernaga sundi. Bu kiyimni bozordan setib olgan edim. San kelgidek. Kiyimni beshama gul qilib qisab, sening saxta ko'yinishlaring menga lozim yo'q. Nima deb kelding? Mendan afsus so'rag'inimi yoki ilgirki gunohlaring uchun tövbe qilib bag'il keldingmi? Sojida bir oz sukutga cho'mgandan keyin so'zini boshladi. Meni butunlay xato tushunib qopsan. Nima bo'pti-ekan, sen Ansar bilan to'y qilaversan. Bo'ldi. Ahmas gaplaringni qo'y. Men sendek yuzimni qilin qilib ketganim yo'q. Bir uyda sen bilan qiyin onaning ham o'z onamning ruhini og'idek vijdonsizlashib ketgim yo'q. Sen xijil bo'lishni bilmasang, mana men bilaman. O'yilni bir oz sukut qopladi. Uninggacha darvoza ishki yengil chekilib, Ansar o'yli ichiga biror qur qaravatgandan keyin Sojidaga shundaqla Dilbar bilan oddiy salomlashib qo'ygandan keyin o'zining Bernani izlab kelganligini aytib, Bernaga sharat qildi. Sen meni eshik oldida saqlab tur, Ansar. Berna ko'zlariga to'lgan liqqil yoshni surtgach, Ansarga ko'rsatmaslikka tirishayotdi. U yeshini surtgandan keyin oyiqini kiyibla sirtqa mangdi. Bernaning harakatini izchil kuzatib o'ltirgan Sojida qapoqlarini turib, birpas qaravatgandan keyin bo'sh ovozda pichirlashga boshladi. Ansar bu ishlarni bilmaydi. Hozircha degichi bo'lma. Bo'lmaydigan bo'lsa. Sojida shundoq degach mushtumin tugib qo'ydi. Yomon bo'lsang jinimni olasan, Sojida xonim. Men dal mushundoq odam izlab turayotganim mushkullarda. Berna qo'shinmusini turib qo'yib chiqib ketdi. Ansar eshik oldida Bernani saqlaguncha qarab turibdi. U Bernaning chiqqanligini ko'rib, darhol Bernaning oldiga keldi. Nim bo'ldi? Yura, mahalning beshidagi gullikda o'tiraylik. Ansar ortiq gap qilmasdan Bernaning keyindan mangdi. Biroq Bernaning bu bir necha kun ichida bilakchili bo'lib qolgani uni ajablantirib. Ular gullik ichiga kirib o'ltirishgandan keyin Ansar eg'iz ochdi. Bu nima qilganingiz? Sizda qanchalik ansirganini bilamsiz? Nemishqa men bir qitim bo'lsin telefon qilib qo'ymaysiz? Telefonni yo olmadingiz? Xabaringizni ololmay bakchili bo'ldim. Ansar, hamma ayb menda. Biroq ishimizning munosabati uzun davomlashmaydi. Mush yerda to'xtaylik. Senmi o'zingning baxtini top. Bernaning tuyuqsizli bunda qaror chiqargandan ajablangan Ansar Bernaga burildi. Bernaning yashang'irab turgan ko'zlariga tikildi. Biroq
Berna ko'zlarini tezla elib qochgan edi. Ansar Bernaning ko'z yoshlarini surtgandan keyin Bernani o'ziga qaratdi. Berna, sen meni aldayapsan. Degina, seni mushqarani chiqarish kim majburildi? Yana shu opang majburildimi? Yo'q, Ansar. O'zingmi o'ylab baq. Men to'yimizdan keyin opamni qiynana deb chaqiramdim. Yoki opa debmi? Bu nima deganing? Ansar hech nimani anqiranmagan holda Bernaga tikildi. Berna qo'llari bilan yeshini aytgandan keyin noit tamkinlik bilan javob berdi. Bilamsan, sening dadang bilan mening opam nikoh o'qityapti. Ansar ishongisi kelmagan holda Bernaga burildi. Bernaning taramlab to'kilib turgan yoshlariga bir xil mung bilinib turgan ko'zlariga qarab ahvolning rostligiga ishondi. Mumkin emas. Ansar ishongisi kelmagandek keyniga dojdi. Besh qiyib butkul dunyo pirqirgandek tuyulayotdi. Dadam nemishqa bundoq qildi? Nemishqa? 19-qism. Ansar yugurguncha cho'ng yo'l bo'yi qarab chiqib ketdi. Berna Ansarning keyindan to'g'ilguncha yig'lamsirab joyida turib qolgan edi. Ansarning hozirgi hissiyati Bernaga ayon edi. U atrofiga biror qo'y qarvatgandan keyin tortqincha yo'l yoqasidagi o'rindiqqa kelib o'ltirdi. Ishki chekisi qisilib og'rishga boshlagan edi. Berna o'zining yo'l bo'yida qancha uzun o'ltirganligini bilmaydi. Berna yoshlarini so'tdi. Qo'liga urilgan qon yuqi bilan uning burnining yana bir qatim qonab ketganligini tushungan edi. Berna o'rnidan turib uyga kirib ketmoqchi bo'ldi. Biroq putlari tortishib o'rnidan turishqimi Berna nihoyat og'ir kelayotgan edi. Berna. Raziya yugurguncha Bernaning yeniga keldi. Ham burnining yana qonab ketganligini ko'rib, jiddiylashguncha magazindan bir necha tal qog'ozni ko'tarib elib chiqdi. Ham Bernani yo'lamoqchi bo'ldi. Tura. Mamammidim Raziya. Piyim tortishyapti. Turolmayapman. Qayer? Bu yermi? Bu yermi degina? Raziya Bernaning putlarini uvlashga boshladi. Berna eg'ir tortqincha o'ltiradi. Bo'ldi, qo'yib ber. Yura, uyga kirib ketaylik. Menga yordam qila olamsan, Raziya? Nima? Qanday yordam deysan? Avval degina. Berna Raziyadan ozroq pul qarz elib turmoqchi bo'ldi. Biroq Raziyada pul yo'qligini u aniq biladi. Sabab nima demoqchi bo'lgan gaplarni ilojsiz yutibdi. Raziya bir narsani esiga olgandan keyin yanchuqidagi yanfunni elib Bernaga sung'ash. Bayatdan dadang telefon qilgan, seni yo'qtab qo'ygan edim. Qahar akamga bu ishlarni damsan. Nima deb deyman? Opam mening to'y qilmoqchi bo'lgan yigitimning dadasi bilan to'y qilib oldi deb demdim. Men endi qanday qilaman demdim. Bundaq joylik qilma. Sizlar to'y qilgandan keyin ayrim uy olsanglar bo'ladi-ku. Bo'lmaydi, Raziya. Men uni qilmayman. Sen uyga kirib ket. Men Madina bilan ko'rishib kelay. Ko'rishmagili uzun bo'pti. Sen bilan birga boray. Berna Raziyaga kirib ketishni aytib, Madinaning uyiga qarab mangdi. Hammala ishlar uning ko'ngil ekranida namoyon bo'lib o'tadi. Ansar bilan uzundan uzun paranglashib mangan yo'llarga sapsilib qarab o'tadi. Nima degan go'zal daqiqalar? Berna o'z-o'ziga qo'dirab o'tadi.
yuraklariga xuddi mix sanjiyotgandek ichib og'riyotdi. Berna Madinaga necha qitimlab telefon qildi. Biroq telefoni izchil ilinmagan edi. Bo'ptilar, o'zi qaytarar. Berna shularni o'ylab, yana qadamlarini osta og'incha mangdi. Keyin tarafdagi mashinaning signal urishi bilan Berna cho'chib, keyniga burildi. Shofir odam beshini darizdan chiqarib, Bernaga vaqirashga boshladi. "Ya qanday qiz bola bu? Men necha qitim signal urib oldim sizga?" Kechiring, anglamabdiman. Hozirgi yoshlansa, nima desa bola? Sizga kechiring deyapman-ku. Berna ochiqida shofirga vaqirdi. Atrofdagilarmi shofir bilan Berna qarab qo'yishdi. Shofir qo'shimimizni turgan holda Bernaga yana vaqirdi. "Qanda nima bu? Kallisdan ketgan." Kallisdan ketgan deb sendaklarni deydi. Berna gepining oxirini deyishga jur'at qilolmadi. Maydisi yana bir qatam qisilib og'riyotdi. U alqonlari bilan qisilib og'riyotgan maydisini chingmada tutquncha yerda o'ltirib qoldi. Atrofga qarab turganlar taksi shofirini tillashga boshlagan edi. Taksichi sal qo'rqib qoldi bo'g'ay, Bernani ko'tarib mashinaga chiqardi. Ham doktorxonaga elib mangdi. Taksi shofiri arlab keyniga qarab qo'yatdi. Chekisdan to'xtamay tariqvatdi. Shaharlik cho'ng doktorxona oldiga kelib, Bernani jiddiy qutqizish bo'limiga akirib qo'ydi. Doktorlar Bernani jiddiy qutqizayotdi. Bernaning yonfoni to'xtamay sayrayotdi. Ekran yuzidagi Madina degan ismni ko'rib, bir sestra qiz Bernaning turishliq doktorxonaning ismini aytib berdi. Shundaqla Sajidaga bir necha qitim telefon qildi. Biroq telefon izchil ulanmadi. Madina uzunga qolmay doktorxonaga keldi. Doktorlar, sestralar allaqachon chiqib ketgan bo'lib, Bernaga bir necha botilka osmokil selib qo'ygan edi. Madina ishikni ehtiyot bilan yopgandan keyin Berna bilan yuz yiqib ko'rishdi. Yana nima bo'ldi? Biror ish bo'ldimi? Bayaqdan sana uyingga borgan edim. Biroq yo'lda taksi shofir bilan so'qishib qolib. Nima? Seni urdimi? Madina qopoqlarini turib, sol nazarda Bernaga burildi. Yo'q, yaqindan beri sal ojizlab qolgan o'xshayman. Yurakda qalbi kesilim bor. Bilasan-ku, shunga ozroqla chechilsam, mushundoq bo'lib qolaman. Chiroyingni tatirib ketibdi. Urumchidan qachon qaytib kelding? Nimanchilar yodab ketgansan? Araz, Ansar qanday qaraq? Ansarning ismi yana bir qitim chiqish bilan Bernaning yana ko'ngli buzilib, ko'zlariga liqqida yosh to'ldi. U yan tarafiga qarab, birdan o'ltirib olgandan keyin Madinaga burildi. Adash, menga yordam qila olamsan? Nima? Qanday yordam? Men bir uy tepishib bersang bo'ladi. Men endi uyga qaytmayman. Hech qanday odamni ko'rgim, hech qanday bir odamni uchratqim yo'q. Madina Bernaning bu gapidan hayron qolgan edi. Ansar bilan biror nima deyishib qoldingmi? Sizlar to'y qiladigan bo'lgan-ku, opang bilan so'qishib qolgan bo'lsangmi, vaqtincha chidab tur. Berna bo'lgan ishlarning hammani Madinaga so'zlab berdi. Madina mo hayron qoldi. Yana bir tarafdan shuncha chin, shuncha g'uborsiz tunji muhabbatning parchalanganligiga Sajida bilan G'ani Lobanning yuzsizliklariga qarab ochiq kelyotdi. Endi qanday qilay deysan? O'zimni azroq ro'slab olgandan keyin Urumchiga qaytib dadam bilan dalatarman. Menga bir hafta yotoqda turib turg'idek pul bo'lsimi berib tur. Men bu shaharda endi tura olmayman. Pulni albatta berib turman jinim, xotirjam bo'l. Biroq yotoqda yetib yuraversang baxatarlik. Mundaq bo'lsin, bizning uyda turamsan ya. Berna ortiq gap qilmadi. Tuyuqsiz yotoqning eshigi ochilib, sestra qiz yotoq ichiga kirdi. Ham Madinaga sharat qildi. Cho'nglar yo'qmi?
mas'ul doktorning gapi bor ekan. Men chiqib kiray, ha? Madina darhol sestra qizning keynidan chiqib ketdi. Bernaning oila tavobatlari yo'qmi? Yo'q. Sizdan boshqa biror yo'qmi? Masalan, sizlarning akanglar degandek. Ha, ras, men akasini chaqiray. Madina yugurguncha doktorxonadan chiqib ketdi. Doktorxona yendagi kichik do'kon dal Juratning do'koni edi. Jurat bir qancha do'stlar bilan paranglashib o'tirgan bo'lib, Madinani ko'rib oldiga keldi. Qanaqa ahvolingiz? Muhim gapim bor edi. Jurat do'kon ichidagilar qarab qo'ygach, eshik oldiga chiqdi. Berna hozir doktorxonada, qarasam ahvoli yaxshi emas taqiladi. Doktor siz bilan paranglashmoqchi ekan. Jurat aloqsadi bo'lib, do'kondagilarga o'zining jiddiy ishining borligini aytib, yugurguncha doktorxona ichiga kirdi. Siz birdan qarab turing. Men doktorning yoniga kirib chiqay. Madina ma'qulligini bildirib, Bernaning yoniga kirib ketdi. Mas'ul doktor bir necha bemorning oiladagilar bilan paranglashayotdi. Juratning kirganligini ko'rib, "Qani, o'ltir" degandek o'rindiqni ko'rsatib qo'ydi. Jurat gap qilmasdan bir chetga kelib o'ltirdi. Bemorning oil tavobatlari chiqib ketgandan keyin doktor ko'zdagi ko'zoynakni olib, ustal ustiga qo'ygandan keyin qo'shimmisini turgan holda Juratga qaradi. "Men sizlarga bir qancha qatim ogohlantirish berdim. Nemishqa bu qizning ro'y kayfiyatini buzdigan ishlarni ko'p qilsizlar. Oldingi kunlar opangizga shunchalik cheklab qo'ygan. Kechiring doktor. Yurak tiqilma kasalining biroz davosi yo'qmi? Siz yurak tiqilma kasalini davolayma demay, bemorning holidan yaxshi xabar eling. Yoki O'rimchidagi cho'ngroq doktorxonaga olib berib tekshirting. Avval o'pka rakidan qutulishning bir amalini qilsin." Nima? Berna o'pka rakimi? Qachondan boshlab? Jurat quloqlariga ishonmagandek doktorning ko'ziga tikildi. "Men qaysi kun opangizga degaydim. Qog'inda o'zinglar maslahatlashinglar." Doktor bir necha tal varaqni ko'tarib o'rnidan turdi. Juratmi xuddi jini chiqib ketgandek lassida bo'lib qolgan edi. U o'rnidan astag'in turib koridorga chiqdi. Uning mushtumlari ching'ida tukilgan edi. İç-içidan Sajidani ayiblayotdi. Jurat ochig'ida tomga bir nechani mushlavatdi. Ko'zlariga liqqida yosh kelgan edi. Madina eshikni asta ochib, zalda beshini tuvan silib o'tirgan Juratning yeniga keldi. Tartib qo'ygach, uning koridoriga qo'yib qo'yilgan o'rindiqning bir chetiga kelib o'ltirdi. Jurat aka, nimdaydi? Berna o'pkiroq ekan. Taqdir nemishqa bunda qalayimqon chaqchaq qilgandi? Mumkin emas. Qandoqsiga o'pkiroq bo'ladi, ishonmayman. Madina beshini chayqadi. Anglaganlarning yolg'on bo'lishini umid qiladi. Ko'zlariga yosh to'ldi. Ishongiz kelmagan edi. Berna bu gaplarni anglamasa Madina, men Berna bilan ko'rishib chiqay. Jurat ostog'ini o'rnidan turdi. Bo'ldi Jurat aka, sen uyga qaytib ket. Bernaga men qaray, u sening kelganligingni bilmaydi. Sizga qoldi Madina. Aloqalashib turayli. Jurat yonfon nomerini qoldirib qo'ygandan keyin chiqib ketdi. Madina yotoqning eshigini ostog'ini ochdi. Ham eshik yendil qarab turgan Bernani ko'rib, endikkinchi so'radi. Bu yerda nima qilyapsan? Men o'tkiraki, shundaqmi Madina? Yaratquchi oxir mening tilakimni ijobat qildi. Madina nima deyishni bilmagan edi. Undaq emas. Men oldima, men hammani angladim. Bilamsan, mening bu dunyoda tortishqidek hech nimam yo'q. Hammani qodir bo'lgan yaratquchiga topshirdim. Ansirma, bu ishlar uchun azoblanib yurmayman.
Berna shundoq degach chopinni kiydi. Yura chiqib ketaylik. Berna xuddi hech bo'lmagandek yotoq ichidan chiqib ketdi. Ular yo'l bo'yi uni buni deyishib degandek birdamdila Madinaning eshik oldiga keldi. Eshik oldida qarab turgan Ansar Bernaning yeniga keldi. Sening mushiyatligingni bilatdim. Ansarni ko'rib Madinami qadamlarini tezla to'xtatdi. Bo'ldi, sizlar paranglashinglar, men kirib ketay. Berna, kaynimdan kira. Berna beshini lang'ishitib qo'ydi. Madina kirib ketgandan keyin Ansar atrofiga bir qo'r qarab etgandan keyin Bernaga qaradi. Berna, biz yaxshi bir paranglashaylik. Avvar bo'lma Ansar. Men endi seni yaxshi ko'rmayman. Sendan izchil bir ishni yushirib kelgan. Bilamsan, men yaxshi ko'radigan odam boshqa biri edi. Nima deyapsan Berna? Seni faqat o'yinchiqim o'rnida bilib keldim. Baribir ota-onamiz to'y qilib bo'ldi. Biz ayrilib ketaylik. Ansar Bernaning bu gaplariga qat'iy ishonmagan edi. Berna, sen faqat mening o'yinchiqim xolos. Men boshqa birini unutamaganligim uchun sen bilan yurgan. Senimi ham o'zimni oldig'im yo'q. Bundan e'tiboran sen faqat mening akam. Bernaning oxirgi gapi tugamayla Ansar Bernaning qochtig'iga birni soldi. Ham yan nimindir demoqchi bo'lib qo'lni shiltidi-yu, lekin gapining oxirini deyishga ulgurmayla keyniga burilib ketib qoldi. Ansarning qadamlari Bernadan qancha yiroqlashgan sari uning yuragi mujilib og'iriyotdi. Hozirgi holatda Berna faqat mushu gap bilanla Ansar bilan yiroqlashishga majbur bo'lgan edi. 20-qism. Nafrat va muhabbat. Berna Ansarning keynidan xil uzungacha qarab turgan edi. Ansarga degan gaplari garchi chin dildan degan gaplari bo'lmasa-mu, biroq Bernaning qalbining bir yerlari ochiq echishib-o'tadi. U eg'ir qadamlarini osta og'incha keyniga burildi. Ham Madinaning uyiga kirib ketdi. Nim bo'ldi? Berna Madinaning savoliga javob bermadi. Ham beshin tutib biroz o'ltirgandan keyin o'ngrab yig'lashga boshladi. Madina qilayotgan ishlarini tashlab qo'yib, Bernaning yeniga keldi. Ansar biror nima dedimi? Yo'q. Ansarga siz mening o'yinchiqim. Sizni yaxshi ko'rmayman. Sizni faqat o'yinchiqim o'rnida ko'rib keldim dedim. Nemishqa hamma ahvolni Ansarga to'liq demaysan? Sen hayotingdan mushundaqda umid uzmoqchimi Berna? Doktorlar deydi-ku, cho'ngroq doktorxonaga elib beringlar deb. Bir xolmayman. Men baribir saqaymayman. Meni saqaytman deb hech kim avvar bo'lmasin. Sening dadang bayg'u. Dadangga bo'lsa hamma ahvolida. Nemishqa dadangni men ansirtib yuriysan Berna? Rostila kallandan ketib qopsan. Berna bir oz sukutda o'ltirgandan keyin beshini ko'tarib Madinaga burildi. Nima deb deyman? Dada, men o'pkiragi debmi yoki sizga qudu bo'ladigan odam bilan mening opam to'y qilib oldi debmi? Ham baribir o'lib ketaman. Ansar bilan to'y qilolmayman. Mayli men rozi. Opam bo'lsa-mu baxtli kun ko'rsin. Madina yana Berna bilan ortiq gap talashib yurishni xolamida bo'lg'ay tartib qo'ydi. Qo'rsqing ochdimi? Tomoq yeb kiramdiq. Bizning uydagilar yo'q-ku tang. Tomoqni sen kirib bagina. Men o'ltirib turay. Haras, menga bir nechtal varaq bilan qalam bagina adash. Madina kitob jozidagi bir nechtal xotir daftar bilan qalamni ustal ustiga qo'yib qo'ydi. Ham o'zining uzunga qolmay qaytib kiradiganligini aytib chiqib ketdi.
Madina chiqib ketgandan keyin u qog'ozga xat yozishga boshladi. Adaş, manga qilgan yordamingga rahmat. Biroq men sening uyingda turolmayman. Sizlarga ortiqcha yuk bo'lib qolishni xohlamayman. Meni kechir. Men ketdim. Meni endi izlamanglar. Mening o'pkarak bo'lib qolganligimni hech kim anglamasin. Baribir hech qanday bir odam mening o'limimdan azoblanmaydi. Berna xatni chiroyli qatlagandan keyin ustal ustiga qo'yib qo'ydi. Ham yugurguncha Madinaning uyidan ayrildi. U eshik oldiga chiqish bilan tang qarshi tarafdan kelgan qora rangli taksiga chiqdi. Nega borsiz? Berna bir oz gangrab qoldi. Ham kekashligincha oralli javob berdi. Yangi yo'l. Şoför mashina eynikidan Bernaga qarab qo'ydi. Berna ko'zlagan manzilga birdamda yetib keldi. Berna mashinadan tushib, atrofga qarag'ach, nishonsizlik ko'cha aylanishga boshladi. To'xtamay meng'avatdi. O'zining qayerga berishini, nima qilishini bilmaydi. Besh qattiq og'irvatdi. Berna boydan beri to'xtamay yo'l mang'ashqimi charchab qolgan edi. O o'ltirg'idak biror joy izlash uchun atrofga qaradi. Ham tuyuqsizla ko'z oldidagi oshxonaga ko'z tushdi. Uning qo'rsqi qattiq ochgan edi. O qadamlarini asta og'incha oshxona ichiga kirdi. Ham tomoq buyurtgandan keyin bir necha piyola qizziq choyni to'xtamay ichiverdi. Hay, bu shundoq oshxonalarda bo'lsa ishlasa bo'ladi. Berna shularni o'ylag'ach xiyolga patdi. Oradan mulozim qizning bir tomoqni ustal ustiga qo'ydi. Sizdan so'rab baqsam, bu oshxonaga mulozim qabul qilamdi? Ha, kim ishlamoqchi edi? Men. Mulozim qiz ishinalmagandek Bernaning usti-beshiga qarab qo'ydi. Uning kiygan kiyimlardan oshxonada ishlaydigan qizdek ko'rinmaydi. Ha, bo'ladi. Av ustunki qavatga chiqsangiz bizning xo'jayinning ayoli bor. Berna beshini lang'ishtib qo'ydi. Ham qayta rahmat aytgandan keyin yengil nafas oldi. Endi uning butkul umidi dal musha oshxona xo'jayinida qolgan edi. G'ayrat qil Berna. Endi o'zing uchun yashamasang bo'lmaydi. Berna o'z-o'ziga shundoq deb pichirlayotdi. Qaysar kutgan kun oxiri yetib keldi. Soqchilar Qaysarning gunohsiz ekanligini jazmlashtirib, uni qo'yib bergan edi. Qaysar o'zining mushu 3,5 yil vaqtning zay turma ichida o'tganligini o'ylasa, ichi ochiq bo'ladi. Qaysar eg'ir tortguncha soqchixon ichidan chiqdi. Ha, mana keldi. Qahar hayajonlanish ichida mashinadan tushdi. Bahar xonimmi Qaysarning yolg'iz chiqqanligini ko'rib, ko'ngli yerim bo'lgan bo'lsa-mu, Qaysarning yana tinch omon chiqqanligidan xush bo'layotgan edi. "Bolam, oxir chiqding." Qahar shundoq degach, Qaysarning bag'riga bosdi. Qaysar Qahar bilan yengil quchoqlashib ko'rishgandan keyin mashinaning keyinligi o'ringa kelibla o'ltirdi. "Bolam, tinch omon qaytib chiqibsan. Xudoga shukr." Renatni ilib chiqmamsizlar? Qaysar shundoq degach, beshin tatlab qo'ydi. Renatga amal yo'q. Uning yo'lni mengyapmiz. Lekin uning turmadan chiqish tasga to'xtab qolamiki? Bu qitim Bernaning savog'ishi Ansar sening yo'lingni ko'p mangdi. Advokat tog'asi bilan aloqalashib degandek nurg'un jafoda seni elib chiqdi. Nima? Berna yaxshimidi-da, u Urumchida bormi? Qaysar quloqlariga ishonmagandek Qaharga burildi. Ha,
O g'uljiq qaytib 4 kun bo'ldi. Saqchilasının saqchixonadan chiqadiganini tek tunigun degashga Berno xabar qilishga ulgurmadik. Bernoni ko'migin 3 yilda yeshibdi. Vaqtcha u yetlar kirib bo'ldi deyman. Shunda bek chiroyli umoq qiz bo'ldi. İşlerini faqat tashlamaydi. Texi yaqinda to'yni qilmoqchi bo'lyapmiz. Qaysar ortiq gap qilmasdan so'g'uq kulimsirab qo'ydi. Qaysar turmadan chiqqani bir haftadan eshib qoldi. Har kuni Bernoning yonfoniga telefon qilyotdi. Biroq yonfon izchil etitilgan edi. Sajida shundaqla Dilbarga telefon qildi. Ular onu bunu degandek Berno to'g'riliq hech qanday qanoatlarlik javob bermagan edi. Albatta, ular Bernoga bu qadar kelishmasliklarning orqadan kelganini bilmaydi. Qaysar Berno bilan qancha aloqalashmagancha shuncha ansirab o'tadi. Hatto kechalarimi Bernoni tushida ko'rib, cho'chib uyg'onib ketadigan kunlarmi bor edi. Nima o'ylayapsan, bolam? Qahar qo'ldagi gazitni ustal ustiga qo'yib qo'ygandan keyin Qaysarga tikildi. Dada, Berno g'uljiq ketgili 10 kunda yeshibdi. Dilbar opamlardanmi so'rdingiz? Ular aniq bir gapni qilgani yo'q. Men g'uljiqqa o'zim bir boraman. Bolam, bir qancha kun saqla. Birli borayli. Menmo ishlarimni bir tugdi olay. Siz kaynimdan bering, men avval mang'ash turay. Qahar qo'shimsini turib, yana nimindir demoqchi bo'ldi. Bahar xonim qo'ldagi mevalarni ustal ustiga qo'ygach, ko'z ishorasi qilib qo'ydi. Qaysarni to'g'ri tushunaylik. Bu balami kichik bola emas. Qani bir berib kelsin. Keynida siz basingizmi bo'ladi emasmi? To'sib nima qilasiz? Qahar ortiq gap qilmasdan o'ziga tikilib o'ltirgan Qaysarga qarab beshini lang'ishtirib qo'ydi. İxtiyoring bolam. Men bir hafta kechikib mang'ay. Qaysar beshini lang'ishtirib qo'yib, yo'l tayyorliqlarini qildi. Hem shu kuni kechning aeroplan biletini olib, g'uljiq qarab uçdi. Alazal 59 minut ichida o o'zining go'zal ona diyori g'uljiq yetib keldi. Hem Qaharning aytib bergani bo'yicha yiroq yezdagi uyga qarab mangdi. Afsus, eshik quluplangan edi. Eshik oldining to'pi besib ketgan holatiga qarab, Qaysar uzundan beri bu uyda birarning turmaganligini jazmlashtirdi. Dilbarning uyiga kirdi. Bu uyga o'xshashla quluplangan edi. Qaysar aloqzada bo'lib atrofga qaradi. Butkul atrof o'xshashla jimjit edi. Bo'lmasa Akbar bilan ko'rishib boqaymi ya? Qaysarning kallasiga tunji kelgan odam dal mush mahaldagi ilgir Qaysar bilan doim birga o'ynaydigan yaqin do'sti, shundaqla shahardagi to'liq o'tir maktabda birga o'qigan saboqdosh edi. Qaysar shikkilnish ichida Akbarning uyining oldiga keldi. Darvoza ichidan taqalgan bo'lib, Qaysar darvozani mushlab qo'ydi. Uninggacha o'ylachirg'i yo'rtilib, birining kim u degan ovoz anglandi. Akbar bormi? Eshikni ochqani dal Akbar edi. U eshikni ichib biroza qarab turayotgandan keyin Qaysar deguncha Qaysar bilan quchoqlashib ko'rishdi. Ular uzundan qizg'in salomlashgandan keyin Akbar eshikni yepibla Qaysarga ishorat qildi. Ha, kela qo'y. Bu yerda o'tiramayadimi yerda? Ular yo'l ustidagi qo'yib qo'yilgan yog'ochga kelib o'ltirgandan keyin o'zining ishlari to'g'riliq ancha-muncha paranglashib qo'yishdi. Mush qadar ishlar bo'lib ketdi degina. Mahallik hammasining og'zida mush gap. Seni oqsetib turmay kirib ketibdi deganli gap. Bu gapni kim tepibdi? Mush haqning og'zini nima qilib etsan bular?
Qaysar shundoq degach o'qtardi. Adash, sen unda oddiy o'ylama. Bu gapni mahalning ayollari topmadi, seni opang topdi. Sen oqsatadigan mehnatga chiqasa, Barnon qotilga chiqadi. Necha qitim bichora singlimning ishik oldida yig'lab o'tirganligini ko'rgan. Nima? Shu qadar ishlar bo'ldimi? Sana desam, gap bek uzun adash. Sen aldirmay tushuntirib qo'yma. Akbar shundoq degach, yonchiqidagi bir tal tamakini chiqarib Qaysarga sundi. Men tamak chekmayman adash. Barnon to'y qilmoqchi deb oldim. Nimanda baldur to'y qilgan desam, Sajida deganning sababini to'y qilishga oldirabdi ekanda. Nima to'yin deysa adash? Sanlarning to'yim buzildi. Sanlar to'y qilmoqchi bo'lgan yigitning dadisi bilan o'z nikoh o'qitib oldi. U odamni bek katta boymish. Nima deyapsa? Qaysar ishonmagandek qaytilab so'radi. Akbar ahvolni aniqdan aniq so'zlab berdi. Qaysarning mushtimi chingida tugilgan edi. U darhol o'rnidan turib ketdi, ham cho'ng yo'lga qarab mangdi. Akbar Qaysarning bir ish chiqirishidan ansirdimi, yoki bo'layotgan ishlar uningga o'yindek qiziq bilindimi? Ishqilib Qaysarning keynidan agishib mangdi. Sen o'g'uyning uyini bilamsan? Oy, men Juratning uyini bilaman. Shuningdan so'rsang bo'la? Qaysar ortiq gap qilmasdan kichik mashinadan birini to'sdi. Ham shaharga qarab yurib ketdi. Ular shaharga kirgandan keyin Juratning eshik oldiga yetib keldi. Yurak kirib chiqayli. Akbar mashinadan tushgach Qaysarga ishorat qildi. Men Jurat bilan ko'rishmay turay. Avval Sajida bilan G'anilobanni joylab kelayli. Akbar mashinaning eshigini yopqincha ichiga kirib ketdi. Shundaqla oradan 5 minut o'tmayla qaytib chiqdi. Yangi yo'l qaydang deb beribdi-da, nima qilsa deb so'rabmi qo'ymadimi?